Bugungi bizning mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi janob Jonatan Xennik bo'ladilar. Assalomu alaykum. Savol. O'zbekcha qazini Amerikaga olib borsa bo'ladimi? Kulib qo'ydilar. Elchixonadagi oshxonasi har payshanba oshimiz bor. Qo'ying. Amerikada ham uzoq muddatli vizaga kelgusida umid qilsak bo'ladimi? Amerikaga viza olishning asosiy qoidalari bu. Yozish kerak boshqamiz. Nima bo'lsa bo'ladi. Okay. Mana, qarang bismillah. Mazali. Mazali. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'choq boshida ko'rsatuvining yangi soniga xush kelibsiz. Bugungi bizning mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi janob Jonatan Xennik bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun biz elchi janoblar bilan birgalikda palov tayyorlaymiz. Hozir kamera yoqilishidan oldin aytdilarki, osh ilk marotaba tayyorlashda qatnashayotgan ekanlar. Va oshni boshlaymiz. Bugun Toshkent to'y oshi tayyorlaymiz. To'y osh. Ha, yaxshi. Shu o'rinda bir savol so'raman. Eng mazali osh to'y osh. Shunday. O'zbekistonda o'zi ko'pchilikka ma'lum, har bir viloyatni o'ziga xos taomlari, har bir oilani o'ziga xos oshi bor. Lekin eng ko'pchilikka yoqadigan taomlar, oshlardan biri bu Toshkent to'y oshi hisoblanadi. Dumba bizga ozgina kerak bo'ladi. O'zi oshni mazali chiqishi uchun ma'lum bir miqdorda dumba qo'shish kerak bo'ladi. Siz dumba yog'i iste'mol qilasizmi? Iste'mol qilaman. Hurmatli elchi janoblari, ilk marotaba O'zbekistonga kelgandan va ikkinchi tashrifingiz davomidagi o'zbek oshxonasida o'zgarishlarni sezdingizmi yoki qaysi tomonlarga o'zgargan o'zbek oshxonasi? Men rostini aytsam, bu o'zgarishlarini ko'rmadim. Ham bu birinchi marta, bu 90 yillarda juda mazali edi va ham shunday bugun hozir ham mazali. Ham mazali. Navbatdagi savol. Uyda endi bilamiz, ish ko'p, diplomatlarda, davlat ishchilarida ish vaqtlari yetmaydi, lekin bo'sh paytda uyda taom tayyorlab turasizmi? Yana bir bor rostini aytsam, bu avvalja ko'p uyda what is it? Klip turaman. Tayyorlayman. Ammo hozir bu elchi sifatida juda oz. Birinchi tashrif, ya'ni birinchi nima deydi, missiya deydimi? Birinchi missiya tugagandan so'ng Amerikaga yoki bo'lmasa boshqa bir davlatga qaytganingizda o'zbek taomlarini sog'ingan paytlaringiz bo'lganmi va bu qaysi taomlar? So, my first introduction. Mening birinchi tajribam shu yerda, O'zbekistonda bo'lgan. AQShga qaytganimdan keyin ko'p yillar davomida haqiqiy o'zbek taomlarini tatib ko'rmagan edim. Lekin so'nggi 10 yil yoki undan ko'proq vaqt mobaynida Washingtonda, New York shahrida ajoyib o'zbek restoranlari ochildi. Endi o'zbek oshxonasi global darajaga chiqqan deb o'ylayman. Uzbek food has gone global. Albatta bu quvonarli hol. Ba'zan o'zimizda ham boshqa bir davlatga tashrif buyurganimizda mahalliy ovqatni avvalga yoqmaydi, keyin esa sog'inishni boshlaymiz. Va ichida yoqqan va yoqmagan taomlar bo'ladi-da. O'shaning uchun shu o'rinda so'ramoqchi bo'lganim, o'zbek taomlarining ichida 3 ta nima deydi, eng yoqqan va 3 ta sizga ko'ra ma'qul bo'lmagan o'zbek taomlari haqida. My favorite 3 foods and my 3 Mening eng sevimli 3 ta taomim va yoqtirmaganlarim. Men osh, somsa yoqtiraman. O'zbekistonda ovqatlanishdan eng ko'p zavqlanadigan narsam bu keyingi mavsumlarda barra mevalar va sabzavotlar iste'mol qilishdir. This time of year, the next few months, is the fresh fruits and vegetables. Bu yangi sabzavotlar, mevalar. The only thing I hate. Yolg'iz yoqtirmagan narsam ukrop. Men bunga chidolmayman. Bu hatto o'zbekcha ham emas, balki ruslarga xos. Shunday emasmi? Yo'q, endi bizni diyorlarga qachon va qayerdan kelganidan xabarsizman, lekin darhaqiqat sobiq MDH davlatlar, yo'q, sobiq MDH davlatlarda emas, balki boshqa bir davlatlarda ham ukrop ishlatganini ko'rdim oshxonasida. O'zbek oshxonasini osh ko'katlarining ichida malikasi bu kashnich
va rayhon hisoblanadi. And this, you AQShda can't sariq find sabzini hech the qayerdan yellow topib carrots bo'lmaydi. anywhere in the United States. Yaxshi bir savol bo'ldi. Biz bundan bir necha yil oldin Vatandosh jamoat fondi va O'zbekistonni Amerikada elchixonasining tashabbusi bilan New Jerseyda, New Yorkda, Cincinnati va adashmasam Pittsburghlarda o'zbek palovini qilib festival qildik. Sariq sabzi darhaqiqat topish rosa qiyin bo'ldi. Adashmasam Kanadadan olib kelib ishlatildi. Shu o'rinda bir savol bermoqchi edim. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra sabzini Amerikaga olib borish ba'zi bir mahsulotlar mumkin emas deyishdi. Darhaqiqat shundaymi? Birinchi savol, ikkinchi savol, o'zim qiziqtirgan savol, vaqti bemahal safarga borganimizda O'zbekistondan sovg'a salom bilan birga nozik ne'matlar so'rashadi. O'zbekistonga oid chaqchuq bo'ladimi? Quruq mevalar bo'ladimi? Deylik, o'zbekcha qazi bo'ladimi? Savol. O'zbekcha qazini Amerikaga olib borsa bo'ladimi? It's a good question. And as the US ambassador, I Yaxshi should know savol. this. AQSh elchisi sifatida buni bilishim kerak. Menimcha, barra mevalar, sabzavotlar, tuxum, go'shtni olib kirishga qattiq cheklovlar mavjud. Ular xavfsizlik standartlariga javob berishi kerak. Quruq mevalar, yong'oq va shunga o'xshash narsalarni import qilish osonroq. I think are easier to import. Demak, kelgusida bu narsani albatta kuzatuvchilar inobatga olishlarini iltimos qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarini qonunchiligini buzmaslik uchun iloji boricha nima deydi, barra mahsulotlar va go'sht mahsulotlarini olib kirmasligini maslahat va tavsiya beriladi ekan. Samarqand, Toshkent, Farg'ona oshlarning farqlari nimadir? Birinchidan tayyorlash texnologiyasi har xil. Misol uchun Farg'ona vodiysida qovurma osh qiladi. Tayyorlash texnologiyasi har xil va qo'shiladigan mahsulotlari har xil. Farg'onada asosan qo'y yoki qo'y go'shtiga tayyorlashadi va o'zlarining mahalliy gurunchlari. Misol uchun Andijonda devzira, Farg'onada cho'ng'ara gurunchlarini ishlatishadi. Toshkentda esa bu nima deydi, yengilroq, ruschalab aytganda proparinniy plov deydimi, nima deydi? O'zbekchasiga o'zbekchasiga qovurma emas, ko'plab parlab, bug'lab pishirilgan taom hisoblanadi texnologiyasi. Samarqandda esa asosiy shartlardan biri bu zig'ir yog'ini tarkibida bo'lishi. Zig'ir yog'i, kunjut yog'i va bir qancha yog'lar bo'lishi shart. Herkes uchun bu farqlar farqli, albatta farqli. Buxoroniki umuman boshqacha, ya'ni har biri har xil ta'mga ega. Osh atrofida har bir hududni o'ziga xos udum va urflari bor. Misol uchun Farg'ona viloyatida osh bilan birga, ya'ni oshdan oldin albatta jizza bilan achchiq sho'ra berishadi. Samarqand taraflarida ko'proq osh bilan yoki oshdan keyin nordon, nima edi? G'orob berishadi. Ya'ni pishmagan uzumni sirkasiga o'xshagan narsa, ya'ni. Buxoroda esa qand choy beradi. Gulob, qand, ya'ni novot va nima deydi, kardamon, xil bilan birga bir qand choy taqdim qilishadi. Buxoroda go'shtni alohida pishirishadi deb eshitganman. Bu ta'mga qanday ta'sir qiladi? Effect does that have? Buxoro amirlik qandli diabet kasali bilan xastalangan va unga parhez taomlarni tayyorlash kerak deyishgan ma'lumotlar bor. Bu juda muhim. Bo'lmasam suhbat qiziqib, vaqtlari tig'iz, suhbat juda qiziqarli ketmoqda. Vaqtimiz esa tig'iz, o'shaning uchun vaqtdan unumli foydalanish uchun oshni boshlaymiz va qozon boshiga o'tamiz. Okay. Buni ham bir ozginasini qo'ysak bo'lar. Yarmisini, ha? Half of this. Osh hamisi kabi bu farklı go'shtlar tayyorlanadimi? Go'sht tabga ko'ra bo'lishi kerak. Kimdir mol go'shtini iste'mol qilishni xush ko'rsa, mol go'shtidan qilsa bo'ladi. Kimdir, lekin bizda O'zbekistonda asosan qo'y go'shti iste'mol qilishadi, aynan Toshkent to'y oshida. Shu o'rinda bir ma'lumotni aytamiz. Yaqinda Saudiya Arabistonida bo'ldik va u yerda tuya go'shtidan ham osh qilindi. They use the camel. Okay. Oxirgi paytlarda go'sht iste'mol qilmaydigan vegetarianlar ham juda ko'p va ular uchun maxsus
go'shtsiz palov ham tayyorlashni boshladik. Oxirgi paytlarda restoranlarda ham, o'zimiz ham go'shtsiz vegetarian palovlarni qildik. Zotan bu yangilik emas, chunki oldinlari go'sht iste'mol qila olmagan yoki xarid qila olmagan qatlamlar go'shtsiz ham palov yeyishgan. Ama go'shtsiz osh, yani haqiqiy osh emas. Lekin nima deydi? Go'sht iste'mol qil vegetarianlarga go'shtsiz osh ham juda mazali chiqdi. It's true. I think we need to develop more healthier. Haqiqatdan ham o'zbek taomlarini sog'lomroq qilish kerak. Amerikada ham, boshqa mamlakatlarda ham diabet kabi muammolar ko'p. Osh mazali, lekin har kuni iste'mol qilish uchun yaxshi emas. Not good for every day. Savol: O'zbekistonda payshanba bu osh kuni belgilangan. Bu qoidaga siz ham rioya qilasizmi? Payshanba kunlari osh yeb turasizmi? Biz elchixonadagi oshxonasi har payshanba oshimiz bor. Qo'yir. Ana zo'r. Ama siz ne zamandan beri oshpazsınız? Biz hozir 40 yoshga kirgan bo'lsak, 14 yoshimizdan buyon 98-yil umumiy ovqatlanish xonasiga kirib kelganmiz, ya'ni общепитga deydimi ruschalab aytganda. Va necha yil bo'ldi? 20 yildan oshdi. 25 yilcha bo'lib qoldi. 25. Ha, avvaliga novvoyxona, somsaxona, keyin turli xil oshxonalarda ishlab. I think it's interesting that Qiziq, boshqa mamlakatlar kabi O'zbekistonda ham mashhur oshpazlar bor. celebrities in Uzbekistan too. We have like celebrity chefs. Siz O'zbekistondagi Gordon Ramsays'siniz. yozish kerak mana shu gapni. Ha, bilamiz. Endi o'zi 3 ta nima deydi? Shu sohada havas qilgan 3 ta odamimiz bor. Birinchisi, ya'ni deyarli hammasi qiyinchilikdan chiqib bir narsalarga erishgan. Oshpazlarning ichida shu Gordon Ramsay. Ya'ni hayotdan tarjima holini kitobini o'qiganimizda qiyin ahvoldan shu darajaga keldi va bunga havas qilaman. Buni o'zi aslini olganda boya aytdilar-ku, osh pishguncha och qolamiz deyildi-ku. Ana o'shanda och qolmaslik uchun olibog' issiqligida non bilan yeyishadi. Ana nondan bersanglar bir aniq beramiz va bodoga tatib ko'ramiz hozir. Yuqorida aytib o'tganimdek, osh bilan bog'liq har xil urf-odatlar bor. Shulardan biri o'choq boshida issiqqina jizzani ta'mini ko'rish bir boshqacha nima deydi, huzur baxsh etadi. Hozir biz siz bilan birgalikda shu jizzani tatib ko'ramiz. Bunga albatta ozroq tuz qo'shish kerak. Ba'zilar piyoz agar mabodo lozim topilsa va mumkin bo'lsa va ozgina pomidor. Endi buni bundoq olinadi. Kichkinaroq berdim. Sal tuz. Pomidor. Piyoz bilan. Qani? Rahmat. Nima bo'lsa bo'ldi. Okay. Mana, qani bismillah. Mazali. Endi esa ijozatingiz bilan yog'imiz qizidi, go'shtni solamiz. Ehtiyot bo'lib, yog'iga ehtiyot bo'lamiz. Bismillah. Ehtiyot. Keyin go'shtni yana olib, guruchni solamiz, shundaymi? Yo'q, bu Toshkent uslubida, Toshkent palovida hamma narsa navbatma-navbat qozonga solinadi. Okay. Siz Okay. olaverasiz. Bu sabzini
Okay. Sizga ehtiyot bo'lasiz. So. Same. Ha, bu ham ozgina. Ana. Buni ustini yopib qo'ydik. No'xat bug'lanib pishishi uchun. Shu tariqa o'rta olovda taxminan 1 soatda 20 daqiqa miltillab pishish kerak bo'ladi. Taxminan. Nima uchun to'y oshi farqli? To'y oshi o'zi ikki xil osh borda. Birinchisi bu xonadon sharoitida, uy sharoitida qilgan palov, ya'ni bu xonaki palov deymizmi yoki uy sharoitida qilingan palov. Ikkinchisi to'y va marosimlarda qilingan palov. Oldinlari bu osh faqat o'sha to'y, marosim, turli xil tadbirlarda tayyorlangan, lekin oxirgi paytlarga kelib nima deydi, turli xil restoranlar ochilib, to'yda qilinadigan oshlar hozirgi kunda restoranlarda ham tayyorlanishni boshladi. But how bu ama qanday farqli? Farqi yuqorida aytib o'tganimdek tayyorlash texnologiyasida. Okay. Va qo'shimcha mahsulotlarda, misol uchun uy sharoitida go'shtni, yog'ni nisbatan kamroq qo'shishadi. Okay. Okay. Lekin to'y oshida hamma mahsulotlari nima deydi, to'y va marosimga mos bo'lishi kerak. Ha, tushundim. Qanday? Mana buni solamiz. Butun? Ha, hammasini solish kerak. Ha, aylantirib solsa ham bo'laveradi. Oldinlari yoshligimizda mana shu zirvakka buvilarimiz, onalarimiz bunda botirib berishardi. Va biz buni yeb ko'chaga chiqib ketardik. Ovqat tayyor bo'lishini kuta olmagansiz, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Endi bir tatib berishim mumkin, lekin oshga elchi janoblarga ham xuddi shunday qilib yoshlikni eslash uchun shunday qilib botirib bergim kelyapti, lekin oshga ishtaqalari bug'ilib qolmasin deb turibman. I would definitely. Albatta tatib ko'rgan bo'lardim. Ovqatga nisbatan men juda Ha, sabrsizman. shundaymi? This reminds our child. Qani, Okay. Thank you. bularning takliflaridan kelib, mana o'zim ham yoshlikka qaytyapman. Oh yeah. Haqiqatan ham oshni kutish kimga kerak? Buni ham solaveramiz. Bismillah. Bir piyola choy ustida savol bermoqchiman. Oldingi savollarimiz deyarli hammasi osh-ovqat haqida bo'ldi. Navbatdagi savolimiz esa ko'proq shu nima deydi, vizaga bog'liq savol so'ramoqchiman. Kulib qo'ydilar. Oxirgi paytlarda ko'p safarga chiqyapmiz va pasportimizda deyarli bo'sh sahifa qolmayapti. Vizalar bilan bo'sh sahifamiz qolmayapti. O'shaning uchun misol uchun Britaniyaga chiqadigan bo'lsak, 1 yillik, 2 yillik, kerak bo'lsa 5 yillik vizalar bor. Yoki bo'lmasam Schengen viza ham shunday. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 yillik viza bor. Misol uchun qo'shni davlatlarida 10 yillik vizasi bor. Men aytmoqchi bo'lganim, bir ishonchli insonlar yoki bo'lmasam deylik ko'p sayohat qiladigan insonlar uchun Amerikada ham uzoq muddatli vizaga kelgusida umid qilsak bo'ladimi? We give longer validity visas in countries where Vizalarning uzoq muddatli berilishi ko'pincha vizalarni suiiste'mol qilmaydigan yoki muddatidan o'tib qolmaydigan mamlakatlar fuqarolariga taqdim etiladi. Hozirda ko'p o'zbeklar AQShda ish izlayapti. Afsuski, ko'pchilik turistik yoki talaba vizalaridan noto'g'ri foydalanib, AQShda qolishga urinadi. Bu esa haqiqiy sayohatchilar uchun vizalar olishni qiyinlashtiradi. Biroq O'zbekistonga kelayotgan amerikaliklar va AQShga borayotgan o'zbeklar soni ortib bormoqda. Kelajak
kelajakda munosabatlarning mustahkamlanishi bilan imkoniyatlar yaratilganda At the uzun same muddatli time, there are vizalarni taklif more qilishni rejalashtiramiz. travelers, legitimate travelers traveling to the United States than ever, more Americans coming to Uzbekistan than ever. And so as our relationships expand and deepen, I think we will in the future look to offer longer validity visas for Uzbeks as well. Juda umid qilib qolamiz, ikki davlat orasidagi do'stona munosabat davomli bo'lsin. Har ikki davlat aholisi uchun, xalqi uchun manfaatli bo'lsin deb qolamiz va kutib qolamiz. Umid qilamiz. Rahmat. O'zimning shaxsiy savolim bor. Misol uchun deylik, hozirgi kunda B1, B2 viza bu turistik viza, shundaymi? Turistik viza. B1, B2 viza bilan vaqti bemahal Amerikaga tashrif buyurganimizda, bu yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, hozirgi kunda Amerikada ham, boshqa davlatlarda ham o'zbek restoranlari juda ko'p. Va biz borganimizni eshitgandan keyin o'sha restoran egalari keling, bitta oshqib bering yoki bo'lmasa bir mahorat darsi ko'rsatib bering, master class deymizmi, shunaqa ko'rsatib bering deydi. Ikkilanamizda bu misol uchun shu kabi ishimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining qonunchiligiga zid emasmi? So the key is whether or not you're working, whether or not you're being paid. If you're doing this, Muhimi siz pul ishlayapsizmi yoki tekinga qilyapsizmi? Agar bepul, masalan, ko'ngilli bo'lib qilsangiz, muammo yo'q. Agar daromad manbai sifatida qilsangiz, bu viza shartlarini buzadi. earning income, then it would violate the visa. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'ildi. Deylik, u yerdan qandaydir bir haq yoki bir pul beriladigan bo'lsa va buni qonunchilikda qandoq bir ko'rsatib yoki bir solig'ini to'lasak bo'ladimi yoki bo'lmasa umuman mumkin emasmi? U uchun alohida bir deklaratsiya to'ldirish kerakmi? So how do you go there? Assuming they paid to me, Right. how I can make it legal? Legal. So, I'm not an expert on the visa issues. There are legal ways to do it, but I think you would probably have to do it under a different type of visa, and it would require a different application process. The most important thing is for anybody who wants to travel to the United States is to be truthful, be honest when you're applying for the visa, so that we can make sure that you get the right type of visa and that you're not doing anything in the United States that's illegal. Tushundim. Maslahat ko'rsatmalar uchun minnatdorchilik bildiraman. Hozir yuqorida rost ma'lumot berish yoki rostgo'y bo'lish haqidagi gapingizdan kelib chiqib aytaman. Shu o'rinda viza olishdagi vatandoshlar deymizmi, viza olishda anketa egalari qat'iy rioya qilishi bo'lgan qoidalarni endi ko'p joylarda bor, lekin bir eslatma sifatida yoki bo'lmasam bilmaganlar uchun yangilik sifatida bir takrorlasa bo'ladimi? So the main thing is if you are going to the United States for legitimate reasons, as a Amerikaga tourist, viza olishning as a student, asosiy qoidalari or bu just to visit, turistik, or for business, ta'lim, biznes is to yoki simply be mehmondo'stlik honest maqsadida about borsangiz, the purpose of your visit. vizaga ariza berishda when you maqsadingizni apply for to'g'ri the visa aytishingiz and speak kerak. with the Agar yolg'on consular gapirsangiz, masalan, if turist you deb lie aytib and, ishlashni you niyat know, qilsangiz, say muammo you're yuzaga going as a keladi. tourist, but you intend to work, then you're going to have issues in the United States. Eshitib turganingizdek, agarda anketa to'ldiradigan bo'lsangiz, vizaga topshiradigan bo'lsangiz, yolg'onsiz barcha haqiqatni ochiq oydin ko'rsatishingizni qat'iy maslahat berdilar. Mavsumga ko'ra osh bilan birga turli xil qo'shimcha salatlar berishadi O'zbekistonda. Misol uchun siz aytganingizdek bahor oylari, yoz oylari ko'proq endi hozir pomidor, bodring har yili 24 oy 12 oy mobaynida mavjud. Lekin oldinlari yozda osh bilan birga achichuk, bahorda qatiqli salat, qish va kuz mavsumida turib yoki bo'lmasa tuzlamalar iste'mol qilish urf kirgan. Hozir biz esa mavsumdan kelib chiqqan So things holda in season, I understand. Ama O'zbek taomlari turk taomlariga o'xshaymi? Menimcha yo'q. ayrim joylarda o'xshashliklar bor. Ayrim joylarda mana hozir aynan bir yaxshi ma'lumotlarni boshladik. Aynan Usmoniylar davridagi ya'ni O'rta Osiyo va Usmoniylar davridagi oshxonadagi o'xshashliklarni, qo'lyozmalarni o'rganishni boshladik. Xudo xolasa shu ma'lumotlarni bir to'plasak, xudo xolasa keyingi uchrashuvimizda biz aniq ma'lumot bera olamiz. O'zi azaldan shakarob achichuvlar qo'lda qilingan, piyozlari qo'lda qilingan, lekin oldilari
yosh katta avlodlar hali ham qo'lda qilishadi. Azizlar, do'stlar, biz ayni damda kulinarniya diplomatiyaga guvoh bo'lmoqdamiz. Eng katta osh tayyorlangandiz qaysi? Bu 2017-yil O'zbekistondagi 50 dan oshiq ustoz oshpazlar qatnashgan. 50 ta oshpaz. 50 ta oshpaz va palov miqdori 7 tonna 360 kilo edi. Ya'ni Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan palov. Guinness rekord. Ha, xuddi shunday. Elchi janoblari, sizga minnatdorchilik izhor etaman, chunki ayni damda vaqtingiz tig'iz bo'lishiga qaramasdan kelib biz bilan birga bilimlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun, birgalikda palov tayyorlaganingiz uchun rahmat deb qolaman. Va shu o'rinda shu sohangizdan kelib chiqqan holda bir savol bermoqchiman. Ya'ni diplomatiya sohasiga kirib kelganingiz va bu sohadagi qiyinchiliklar haqida so'zlab bersangiz. Actually, it was maybe coincidence that I Diplomatiyaga kirishim aslida tasodifan bo'lgan. Chet davlatga ketishimni bilardim, lekin aniq nima qilmoqchiligimni bilmas edim va o'sha paytlari bir do'stim diplomatik imtihonga tayyorlanayotgan edi. Was taking the diplomatic entry exam. And it was only through him that I learned about the possibility. Va shu orqali bu imkoniyat borligini bilib oldim. Lekin o'zimni juda ham omadli deb hisoblayman. 30 yildan ortiq Amerika diplomati bo'lib ishladim va diplomatlikdan tashqari hech qanday soha bunchalik qiziq va mazmunli bo'ladi deb o'ylamayman. Birinchi topshirig'im O'zbekistonda bo'lgan. Faoliyatimning yakuni sifatida elchi sifatida qaytib, ikki davlat munosabatlarini mustahkamlash mening uchun buyuk sharaf va faxr. To come back to Uzbekistan as the ambassador and help to strengthen our relationship has been the honor of a lifetime and the capstone of my career. Juda ham ajoyib ma'lumot, minnatdorchilik bildiraman va kelgusi faoliyatingizda faqat va faqat nima deydi, zafarlar tilab qolaman. Thank you. Rahmat. Katta rahmat. Bismillah. Okay. Bu demek ki oshpoz bo'ldin mi? Oshimiz pishdi. Bu sizga. Bunisi esa bizga. Ha? Looks good. Azizlar, oshimiz pishdi. Sizlarga doimo sog'lik va salomatlik tilaymiz. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlarining orasidagi hamkorlik, do'stlik davomli bo'lishini tilab qolamiz. Sizga esa yana bir bor rahmat. Man, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Rostdan ham juda mazali chiqdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Buni deyarli siz pishirdingiz. Rahmat.